Dam solishni, ya'ni ruqiya o'qishni boshlaganimga 3 yildan o'tdi, 4 yilga yaqinlashib qoldi. Mana shu yil mobaynida Alloh subhanahu va taolo meni sababchi qilib bir qancha insonlarga shifo berdi. Bir 300 ga yaqin adashmasam insonlarni o'qidik. Mana shu insonlar shifo topdi. Hammalari har xil shikoyatlar bilan murojaat qilgan. Mana yaqinda yana bir ukamizni, yosh yigitni dam solishda ruqiya muolaja qilishni boshladik. Bu bola uylanganda ozgina yashab xotini ketib qolgan, xotini bilan ajrashgan. 2 yildan oshdi, endi uylana olmayapti. Mana shu inson otasi chaqirdi, dam soldiramiz deb. Bordik, suhbatlashdik. Bu insonda shu jin tekkanlik, oshir jinda alomatlari bilindi va aytdiki, shunaqa alomatlari bilinyapti. Ruqiya o'qiymiz, Allohdan so'rab, Alloh shifo bersa yaxshi bo'lasiz, baxt yo'llaringiz ham ochiladi, uylanasiz. O'qidik. O'qishimiz davomida 3-kunida tahdid qildik. Ya'ni o'sha jinni savol-javob qilib tilga kirgizishga harakat qildik. Alloh izni bilan jin javob qaytardi. Ya'ni u insonning tilidan gapirmadi-ku, lekin kallasini qimirlatib imo-ishoralar bilan savolimizga javob qildi. Hozirda ancha yengil. Doim horg'in bo'lib, charchoq bilan yurardilar. Uyqusi yaxshi emas edi, ishtahasi yaxshi emas edi. Mana 3-4 kun o'qidik, ishtahalari joyiga keldi, uyqulari joyiga kelib qoldi, tanadagi og'riqlar tarqadi. Sekinasta shifo topishni boshladi. Alloh taolo bu bemorimizga o'zi mukammal shifo bersin.